Salom do'stlar, siz O'zbegim TV kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2023-yilda ishlab chiqarilgan, Yaramas deb nomlangan drama va romantika janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalida tomosha qiling. Tanishing, bu qiz endigina 20 yoshni qarshi olgan Eliya. U universitet talabasi va mutaxassisligi ekologiyani muhofaza qilish. Qiz bog' ichkarisida chiqindilarni yig'ib yurgan paytida to'satdan texnikalar paydo bo'ladi va qizning bilishicha, eski bog'ni surib tashlab, o'rniga yangi qurilish uylarini qurishlarini aytishadi. Bu gapni Matvey ismli yigit qizga aytadi. Qiz uning so'zlarini eshitib, Matveydan jahli chiqadi va haqorat qilib ketib yuboradi. Matvey esa qizni bir ko'rishda yoqtirib qoladi. Keyin Eliya universitetga qaytadi va ustozi universitet xo'jayini bilan talabalarini tanishtiradi. Qiz haqorat qilib qo'ygan inson Matvey bo'lib chiqadi. Talabalar ularning rejalari bilan tanishib chiqishadi va Eliya o'rnidan turib, Matveyga bog' va o'rmon ichidagi hayvonlarning hayoti xavf ostida qoladi va bunga kim javob beradi deb savol beradi. Shundan so'ng Matvey qizni jasurligini ko'rib, unga bo'lgan tuyg'usi kuchayib boradi. Ertasi kuni ertalab qiz Matveyning uyida uyg'onadi va uning oldida bir nechta itlar bor edi. Matvey qizni oldiga kelib salomlashadi va Eliya Matveydan bu yerga qanday kelib qoldim deb so'raydi va eslab qurishga harakat qiladi. Qiz mashinasi bilan tungi barga keladi va ichib o'tirgan paytida Matvey uning oldiga keladi. Keyin u qizga mashining ustida matras turibdi, nima uchun olib olgansan deb qizni asabiga o'ynaydi. Matvey qiz bilan birga spirtli ichimlik iste'mol qiladi va qiz mast holatida mashinasiga o'tirib, itlar saqlanadigan binoga keladi. U yerdan barcha itlarni ozod qilib, mashinasiga olib chiqadi. Shu payt qorovullar kelib qolishadi va Matvey ham qizni ortidan yetib keladi. Matvey bilan ikkisi itlarni olib qochishadi va to'g'ri Matveyning uyiga mast holatda borib qoladi. Qiz o'ziga kelgandan so'ng hammasini eslaydi va Matveydan o'rtamizda keks bo'ldimi deb so'raydi. Qiz uning uyidan chiqib ketayotganida yigit unga baribir qurilish ishlari bo'ladi deb aytadi. Eliya to'g'ri qizlar yotoqxonasiga boradi va u yerga kirganida o'rniga boshqa qiz kelganini biladi. Keyin Matvey unga mashina sovg'a qiladi va qiz mashinani olishni istamaydi. O'sha kuni Matvey bir nechta qizlarni uyga olib kelib, ular bilan paqa-paqada bo'ladi va xayolidan qiz ketmasdi. Ertasi kuni Matvey ko'l bo'yida turganida qiz keladi va Matvey unga ichidagi dardini aytadi va bir hafta birga yashab ko'rishni taklif qiladi. Evazga qurilish ishlarini to'xtatib turishni va'da qiladi. Qiz o'ylab ko'rishni aytadi va ketadi. Bir tomonda qizda tunash uchun uyi yo'q edi va bir tomonda bog'ni surib tashlab o'rniga qurilish ishlarini boshlayotgandi. Qiz rozi bo'ladi va do'sti bilan xayrlashib Matveyning uyiga boradi. Hammasi ishonarli bo'lishi uchun ikkisi shartnoma tuzishadi va qolaversa 7 kun ichida hech qanday jinsiy aloqa bo'lishiga yo'l qo'yilmasligi kerak edi. Matvey rozi bo'ladi va ular 7 kunlik kelishuvni imzolashadi. Qiz uning uyi bilan tanishib chiqadi. Matvey qizga keks qilayotgan xonasini ko'rsatadi. Keyin Matvey eng asosiy narsasini ko'rsatib, buni o'sha joyingga qo'yib olishing kerak deb aytadi. Keyin qiz uni nimaligini bilishi uchun boshqa xonaga o'tib, o'sha matoqni qo'yib keladi va ular uni qanday ishlashini tekshirib ko'rishadi. Qurilma asosan telefon orqali boshqarilardi. Keyin qizga ertaga universitetga borishda qo'yib olishini tayinlaydi. Ertasi kuni qiz u aytgandek nozik joyga qo'yib oladi va imtihon topshirayotganida Matvey qurilmani ishga tushiradi. Qurilma ishga tushgan paytda qiz vazn-vujdat qilishni boshlaydi va imtihon savollariga javob berguncha har xil ovozlarni qiladi. Kursdoshlari qizga nima bo'layotganini sezib qolishadi. Qiz bir amallab imtihonini topshiradi va u yerdan chiqib, to'g'ri Matveyning uyiga keladi va unga baqirib ketadi. Istasang buni o'rniga meni paqillatishing mumkin deb jahl ustida gapiradi. Qiz o'ziga kelib olgandan so'ng Matvey uni olib stilist va kiyim-kechak do'koniga olib boradi. U qizga har xil kiyimlarni olib beradi va u yerdan chiqib orkestr tomosha qilishga borishadi. Matvey qo'lini qizning oyoqlari orasidagi papkasiga tekkizadi va qiz baqirishni boshlaydi. Zalda o'tirgan odamlarning nigohi faqat ularda edi. Qizning ovozi o'chmagandan so'ng Matvey uni zaldan olib chiqib ketadi. Qizga mashina kaltini berib boshqarishi mumkinligini aytadi. Qiz mashinani juda tez boshqaradi va Matvey yana qo'lini qizning papkasiga tekkizib, qizni bo'shashtirishga harakat qiladi. Qiz shu darajada kayf qilib yuboradi-ki, hatto mashina boshqaruvini yo'qotib qo'yadi. Ertasi kuni Matvey qizni hayron qoldirish uchun haykaltaroshlar oldiga olib boradi. Matvey o'zining asbobining haykalini yasattiradi. Qiz esa ikkita katta pufagini. U yerdan chiqib uylarga qaytishadi va birgalikda ovqatlanishadi. Bu orada ularning haykalchalari shirinlik sifatida yetib keladi va qiz Matveyning haykalchasini yeydi. Matvey esa qizning pufakchalarini. Bilen, bu kinoning to'lig'ini ko'rishingiz kerak. Ertasi kuni qiz Matvey bilan birgalikda qizning ota-onasining uyiga borishadi. Lekin qizni kayfiyati bo'lmaydi. Sababi onasi yoshligida yonib ketgani va bunga sababchi bo'lgan otasi edi. O'sha kuni ular tunda uylarga qaytishadi. Ertasi kuni Matvey qizga ajoyib sayohat tayyorlab qo'ygandi.
qizni vertolyotda sayr qildiradi. Bilen, ruslar ham kinoni o'g'irlashibdi. Agar bilsangiz, kulrang illik soyasi degan kinodan o'g'irlashgan. Qolaversa Matvey ajoyib rassom edi. U qizning tanasiga ajoyib rasm chizadi va qizning beliga yetib kelganida qiz ixtirosga berilishni boshlaydi. U qizning tanasidan o'pishni boshlaydi va mixini tirashni boshlaganda qiz o'ziga kelib qoladi va to'xtatish kerakligini aytadi. Qizni bergisi kelmaydi va bularni bari o'yin bo'lyapti deb o'ylaydi. Eliya qilib qo'ygan ishidan xijolat tortadi va Matveydan uzr so'raydi va bugun oxirgi kun ekanligini aytadi. Bundan tashqari Matveydan ota-onasi bilan tanishtirishni iltimos qiladi. Matvey qizni ota-onasini oldiga olib boradi va ular bilan tanishtiradi. Ular bir dasturxonda o'tirib ovqatlanishadi va Matveyning otasi bog'dagi qurilish haqida so'z ochadi. Qiz unga qurilish ishlari to'xtatilganini aytadi. Matveyning otasini jahli chiqadi va qizga baqirib tashlaydi. Qizni va boshqa odamlarni ongi rivojlamagan deb haqorat qiladi. Otasining nohaqligini eshitgan Matvey qizdan uzr so'rashini talab qiladi. Otasi tiz cho'kib qizdan uzr so'raydi. Keyin Matvey uyning boshqa xonalarini ko'rsatish uchun qizni tepa qavatga olib chiqadi. Matvey uni himoya qilganligi uchun qiz yerib ketadi va uni sevgisiga boshqa shubhasi qolmaydi. Shunda qiz o'zi birinchi bo'lib Matveydan bo'sa oladi va u bilan juda ham romantik keks qiladi. 7-kun bo'lganligi uchun qiz Matveydan uyga olib borib qo'yishni iltimos qiladi. Qiz ijaradagi uyga kelganida mashinasiga fohisha deb yozib ketishgandi. Qolaversa qizni Matvey bilan ketganini bilishgan talabalar qizga yomon nigohda qarashardi. Matvey esa ichkilikka ruju qo'yadi. Otasi kelib unga dalda bo'ladi va o'zini qo'lga olish kerakligini aytadi. Keyin Matvey qizni izlab boqqa boradi va qizga qurilish ishlari batamom to'xtatilganini va bankrot bo'lganini aytadi va o'rtaga qaytadi. Bu uchrashuv Matvey qiz uchun oxirgisi yoki bir umrlik bo'lishi mumkin edi. Qiz Matveyni to'xtatadi va ular birga qolishadi. Film esa o'z nihoyasiga yetadi.